Faxriddin aka, bel uchun eng yomoni nima? Egilib telefon ishlatish yoki o'ta yumshoq matrasda uxlash? O'ta yumshoq matrasda uxlash. O'ta yumshoq matrasda uxlash yoki kompyuter oldida soatlab bukchayib o'tirish? Kompyuter oldida soatlab bukchayib o'tirish, chunki hamma disklarga zarar beradi. Uzoq vaqt bukchayib o'tirish yoki belni bukib og'ir yuk ko'tarish? Belni bukib og'ir yuk ko'tarish 1 soniyada jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. Belni bukib og'ir yuk ko'tarish yoki uzoq vaqt mashina haydash? Belni bukib og'ir yuk ko'tarish. Belni bukib yuk ko'tarish yoki belni aylantirib yuk ko'tarish? Bu holatda belni aylantirib yuk ko'tarish, chunki yon tomonga yomon bosim tushadi. Belni aylantirib yuk ko'tarish yoki zalda noto'g'ri deadlift ishlash? Zalda noto'g'ri deadlift ishlash ancha xavfliroq. Noto'g'ri deadlift ishlash yoki uzoq vaqt tik turish? Noto'g'ri deadlift ishlash. Noto'g'ri deadlift ishlash yoki belni e'tiborsiz qoldirib yashash? Belni e'tiborsiz qoldirib yashash hamma muammolarning ildizi hisoblanadi. Shuning uchun inson beliga eng yomoni e'tiborsizlik. Faxriddin aka, belim sog'lom bo'lish uchun o'zi nima qilishim kerak? Hoziroq sahifamga obuna bo'lib, meni kuzatib boring. Bel salomatligi bo'yicha eng foydali maslahatlarni berib boraman.